Assalomu alaykum, Ali mebel kuzatuvchilari. Bugun bu xonadagi nimalar qilayotganimizni bir qator ko'rsatib beramiz. Bu kuxoniyimiz bityapti. Va bu tomonda kattalar uchun spalni. Kattalarga shkaf bo'ldi. Spalni. Bu tomonda yana peroxoshkani ko'rsataman. Bu ish jarayonlari. Peroxoshka bo'lyapti. Asosiy eshikdan kirish. Albatta portret ilzor pastdagi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu joyda detskiy bolalar uchun endi qizlar uchun qilgan xonamizni ko'rsataman. Bular hammasi bitish jarayonida. Bu detskiy mebel. Tremosi. Ba'zi shkaflari bilan. Hatta yana bitta spalnigimiz bor. Spalni. Endi bu tomonda zal. Ikkinchi qavat zal. Mabodo ikkinchi qavatga o'zingizni qadrdon o'rtoqlaringiz bo'lsa, olib kelib bemalol shu joyda kuzatib olsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa bitganda to'liq obzorda ko'rsatamiz. Ali mebel jamoasi sizlar uchun doim xizmatda.